Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun avtomobillarni qurish va rekonstruksiya texnologiya fanidan video dars mashg'ulotlarimizni boshlaymiz. Demak, bugungi mavzumiz tosh maydalash zavodlari. Bugungi mavzuga oid 4 ta reja qildik. Demak, birinchi rejamiz tosh maydalash zavodlarining asosiy ish jarayonlari. Ikkinchi rejamiz shag'al qum materiallarini qayta ishlash. Uchinchi maydalashning sifat va miqdor sxemalari va to'rtinchi rejamiz shag'al qum materiallarini qayta ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, tosh maydalash zavodlari deganda eng avvalo drobilkalarni ko'z oldimizga keltirish kerak. Demak, ishlab chiqarib tosh maydalash, ya'ni shag'al, charx toshlarini ishlab chiqishimizda drobilkalar hozirgi paytda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Har bir respublikamizning har bir viloyat, har bir hududida drobilka mavjud, ya'ni tosh maydalash zavodlari bor. Demak, ishlov berish, ya'ni shebel, shag'al, qumni maydalash, saralash, yuvish va boyitishdan iborat. Maydalash va yanchishga tog' massasi bo'laklari zararlarini mexanik usulda parchalab o'lchamlarni kichraytirishdan iborat. Saralash, ya'ni elash, ishlov berilgan mahsulotlarni yirikligiga qarab g'alvurdan ajratish, ya'ni mayda zararlariga qarab fraksiyalarga ajratish. Shag'al qum materiallarini qayta ishlashda o'ta mustahkam shebel olish uchun qayta ishlash texnologik jarayoniga mustahkamlikni boyitish ishlari qo'shib olib boriladi. Shag'al qum materiallarini qayta ishlaganda va xarsanglar turli mustahkamlikda jinslar ko'rinishda bo'ladi. Shebel kub shaklidagi shebel hosil qilish uchun uni zararli shakli bo'yicha boyitiladi. Bu ish tirqishli g'alvurlardan tanlab saralab, zarfli harakatlanuvchi maydalagichlarda shebelni donadorlab va granulyator barabanlarda amalga oshiriladi. Materiallar namligini berilgan qiymatgacha kamaytirish maqsadda qurilish materiallari suvsizlantiriladi. Buning qiymatlari texnologik jarayondagi suvsizlantirish ishlari qayerga bajarilayotgani bilan aniqlanadi. Demak, tayyor mahsulot assortimentlarini ishlab chiqarish texnologik sxemaga ma'lum sondagi saralash va tasniflash, maydalash, yuvish va boyitish kiritilishga bog'liq. Demak, texnologik sxemani tanlash uchun quyidagi ma'lumotlar bo'lishi zarur. Boshlang'ich tog' massasining mustahkamlik va donador tarkiblarining tavsiflari. Tayyor mahsulot assortimentini yo'l qurish hududining iqlim sharoitlari. Bularning hammasini biz o'sha paytda inobatga olishimiz kerak. Tosh maydalash zavodlarida ishlab chiqarishning texnologik sxemasini tanlashda qayta ishlanayotgan tog' jinsining turi hisobga olinadi. Demak, birinchi bir jinsi magmal tog' jinslari va ularning siqilishdan mustahkamlik chegarasi 600 megapaskal va undan ortiq toza oson yuvilchan qo'shimchalar bilan kamroq ifloslangan metamorfik jinslar ularning siqilishga mustahkamligi 60 dan 250 megapaskal va oson va o'rtacha yuvuvchi qo'shimchalar bilan ifloslangan. Boshlang'ich tog' massasi tarkibida 0 dan 150 mm bo'laklar, ya'ni tosh bo'laklari bo'lishi lozim. Ikkinchi, mustahkam bir jinsi cho'kinli jinslar ularning siqilishdan mustahkamlik chegarasi 60 dan 200 megapaskal va undan biroz ifloslangan oson va o'rtacha yuvilchan bo'lishi kerak. Uchinchi, bir jinsi bo'lmagan kam abrazivli jinslar ularning siqilishdan mustahkamligi 10-150 megapaskal bo'lishi kerak. Demak, maydalash va yanchish darajasi maydalash jarayonining miqdor tavsifi maydalash darajasi bo'lib, maydalangan yoki yanchilgan materiallar bo'laklari necha marta kichraytirilganini ko'rsatadi. Buni maydalash darajasi formulasidan, ya'ni I barobar katta D max taqsim kichkina D max ga, ya'ni bo'lakning maydalanishidan oldingi eng katta diametri hamda bo'lakning maydalangandan keyin eng katta diametrga nisbatga bog'liq bo'ladi. Maydalag'ichlar ochiq yoki yopiq sikllarda ishlashi mumkin. Ochiq siklda materiallar maydalagichdan bir marta o'tadi va oxirgi mahsulotda doim oz miqdorda ortiqcha o'lchamli bo'laklar bo'ladi. Yopiq siklda materiallar maydalagichdan bir necha marta o'tadi. Maydalanadigan materiallar g'alvurga kelib tushadi. G'alvur undan ortiqcha o'lchamlarni ajratib olgandan so'ng qayta maydalash uchun o'sha yoki ikkilamchi maydalagichga beriladi. Ya'ni boyagi sikl bir necha marta davom etadi. Maydalash sxemasi chizmamizda berilgan. Demak, birinchi, ikkinchi, 1-2-3 bosqichli maydalagichlar berilgan. Ya'ni bu yerda g'alvurlar, konus maydalagichlar, jag'li maydalash, yuvalash maydalagichlar ham berib o'tilgan. Maydalash
va yanchish mashinalari tekislovchi konstruktiv belgilar hamda qo'llaniladigan asosiy maydalash usuliga ko'ra 5 ta sinfga bo'linadi. Birinchi yassi, ikkinchi konsli, uchinchi juvali, zarfli, bolg'ali, rotorlar, to'rtinchi maydalag'ichlar va beshinchisi barabanli tegirmonlarga bo'linadi. Tosh maydalash zavodlarining texnologik jarayonlarini avtomatlashtirish hozirgi zamonda har bir jarayon avtomatik ravishda olib boriladi. Ya'ni qo'l mehnati kamroq, ko'proq avtomatik ravishda olib borish ishlari olib boriladi. Zavodlarda ham mashinalar masofadan turi yoki markaziy boshqaruv pultidan avtomatik rejimda boshqarish mumkin. Ta'minlash ishlarini bajarishda mahalliy boshqaruv rejimi sozlash ishlari uchun esa OTS mashinalarini mahalliy blokirovkalangan boshqaruv rejimi nazarda tutiladi. Buni avtomatlashtirilgan tosh maydalash zavodlar sxemasi berilgan. Bu yerda hammasi avtomatlashtirilgan holatda chizmada berib o'tilgan. Shag'al va qumni alohida berilgan shag'al qum tosh maydalash zavodlarining bosh plani. Bosh planimizda o'tgan darsda aytib o'tgandek hamma narsa berilgan bo'lishi kerak. Bugungi mavzumiz shundan iborat edi. Biz sizlarga nazorat savollari berganmiz. Shu nazorat savollari orqali o'zlaringiz bilimlaringizni mustahkamlab olasiz degan umiddamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.